Yoshlar bo'lmagan davlatning kelgusi bo'lmaydi. 3 yillik Rossiya Ukraina urushidan keyin Ukraina xuddi jodugar qiynini sho'rg'an momiya o'xshab qolgan edi. Yoshlar asosan qolmagan qoldi degan taqdirdami ro'yi chiqib ketgan bir turkumni qolgan edi. Ularga har kuni hamroh bo'layotgan qoral yaroq, zambirak ovoz bilan qayg'u hasrat, umidsizlik bo'layotdi. Ammo bugungi natijaning tunugungi sababi bo'ladi. Ukrainaning bugungi yomon oqibatiga ilgirki dopqa o'ynagan usuli sabab bo'layotdi. Bugungi sonimizda Ukrainaning xalqning depiga usul o'ynagan ikki avlod rahbarini tushunib boqaylik. Buni ko'rsak balkim butun suruq bir davlatning qandoq yutib etilganligini his qilishimiz mumkin. Yaqinda Tramp bilan Bayden oz uchraydigan o'rtaq tonish hosil qilib, Ukrainadan askar qabul qilish ishini to'valtishni talab qilgan edi. Agar deginda qilmasa, ularning berdigan yordamni ozaytirganligini bildirib, Ukrainani 18 yoshdan to'van askarlarni jang maydoniga chiqarishning intayin muhim ekanligini eslatgan. Boshqa davlatlardagi 18 yoshli bolalar yog'ning ichidagi bo'rakdek yashab yuribsa, Ukrainalik bolalar ko'kirkini miltiq tanglab, issiq qini bilan jang maydonlarini sug'urib urushning davomlashishiga ergishib 18 yoshli bolalarni qurbon bo'lib tugayotsa, Amerika yana davomli 15 yoshli bolalarni jangga kirsin deymi. Ammo bu urush oxirlashgandan keyin mutlaq ko'p qism yoshlardan ayrilgan bu munda tuproq kimning kontroliga o'tib ketadi? 1991 yılı 12 ayda Ukraina sobiq Sovet ittifoqidan ayrilib rasmiy mustaqil bo'ldi. Egilgan yer ko'lami aran 600 ming kvadrat kilometr bo'lgani bilan, lekin dunyo bo'yicha munbat tuproqi eng ko'p davlat bo'lib qolgan. Shung Yevropaning ochliq ombiri deb atalgan. Buning ustiga Sovet ittifoqidan keyin varislik qilgan kuchli sanoat asosiy va harbiy amaliy kuchi ayni chog'dagi Ukrainani qilchi mubolag'a qilmay kuchli davlat deyishga yetib oshadi. Ammo keyingi 30 yilda bu loh kuch yirtqichlarning bir tishlamni yeydigan o'ziga aylandi. Bu yerda qurbonlik qilingani Ukrainalik yoshlar edi. Undaqda ayni vaqtda bu davlatning beshiga nima qismatli ekan va ular nimani tanlab oldi. 2004-yil g'arb ellari qo'llagan demokratik harakatning iblis changili bu davlatga so'zildi. Ukrainaning har qaysi shaharlarida e'tiroz bildirish harakatlari portildi. Kiyevdagi mustaqil maydonda 500 mingga yaqin odam e'tiroz bildirishga qatnashdi. Buning ichida ko'p qismi g'arbcha erkin demokratiyaga intilgan yoshlar edi. Ular Rossiyaga moyil Yanukovichni saxtlik qilib, saylovda g'alaba qildi. Bu erkin demokratiyani dafsan qilganlik deb qaraydi. Shuning bilan ular Amerika g'arbparislari yo'lab chiqargan siyosatvoz Yosikoning chaqiriqi ostida ko'chaga chiqib hukumatni qayta saylov o'tkazishga majburlagan edi. Ularning orqasida Amerikaning apchil vositalari mavjud bo'lgan. Yig'ilishcha Amerikaning davlat demokratiya fondi jamiyati bu qitimqi rangli inqilob uchun 65 million Amerika dollarini ortiq mablag' solgan. Oxirida niyati durust bo'lmagan Amerika paris Yosiko qayta saylovda g'alaba qilgan Ukraina yoshlari yana bir qitim ko'chaga chiqib butun dunyoga g'albisini ko'z qilib, o'zlarining erkinlik va demokratiyasini qarshi olgan. Ukraina yoshlarida zo'r umid kutgan Yosinko 6 yil zo'nton bo'ladi. Agar uni davlatni idora qilish jihatida tasvirlaydigan bo'lsak, xalqning turmush saviyasini o'stirish u yoq tutsin, Ukrainaning 2004-yildagi GDP ish sur'ati 12.11% ni 2009-yilga kelganda -14.76% ga tushirib yetadi. To'xtamay tayyorlayotgan iqtisodiy bo'ron, pul paxalligi bilan to'xtamay o'rlayotgan jinoyat o'tkazish nisbati va qilchi natija yaratmagan Amerika paris siyosatvozlar 2006-yilda qonun cheklamasini qo'yib etib, iffat nomusini setish qilmishini jazolash salmog'ini zo'r darajada tovanladi. Buning bilan ishqibozlik Ukrainaga eshik ochdi. Ukraina go'zallari davlat ofitiga aylandi. Shuning bilan butun dunyodagi lo'kchakni jalb qilib, belgilik darajada iqtisodga turtki bo'lganmi bo'ldi. Vakolatan amaldor bo'lish kasbi Ukrainada jush urib rivojlandi. Ukrainada shu yillarda 20 ming dollarga bola tug'ib beradi. Bu chog'dagi Ukraina Yevropaning ochliq ombiri degan nomdan Yevropaning palyatqusi degan nomga qoldi. 2010-yil 6 yil jafo tortgan Ukraina xalqi birdilla uyg'onib, o'zlari qo'g'lib o'tgan Yanukovichni tiklab chiqardi. Davlatni xatardan qutqizish uchun Yanukovich Rossiya bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirib, oldingi navbatlik Zontong Yosinkoning Yevropa ittifoqi va Shimoliy Atlantik akti tashkilotiga kirish ham xiyolidan voz kechdi. Lekin bu qaror Ukrainadagi g'arbparastlarni qattiq g'azablantirdi. Ular Amerika bilan birlashib 2014-yilda yana bir qitim texmi keng ko'lamli rangli inqilob qo'zg'ab, Ukraina xalqining 4 yil burungi saygakligini xemiga yondirdi. Ular yana bir qitim mustaqillik maydonida namoyish qildi. Ayni chog'dagi g'olliq kuchmi yana shu demokratiya va erkinlik deb to'lagan yoshlar edi. Odam sonining ko'payishiga ergishib, ko'lam kengayib, oz sonli unsurlar urush, cheqish, bulash, ko'ydirish vaziyatini shakllantirib, vaziyatning kontrol qilib bo'lmaydigan holat shakllandi. Ukraina yoshlarining erkinlikni qo'lga keltirish harakatini qo'llash uchun Amerikaning nurg'un siyosiy arboblari orqa-orqadan Ukrainaga ziyoratga keldi. Shu chog'dagi Amerikaning yordamchi davlat ishlari kotibi Nevland hatto naq
maydondagi e'tirozchilarga sandviç taqtib, Amerika xalqi sizlar bilan birga demokratiya va erkinlikni birlikda qo'lga keltirdi deb bildirdi. Bu qitimqi ranglik inqilob oxiri Yanukovichning chet elga qochib ketishi bilan oyoqlashdi. Bu Ukrainadagi Rossiya parast lagerining uzil-kesil chaq chekidan bo'silib, Yevropa, Amerika parast guruhlarning mutlaq ustunlikni egallaganligidan derak beradi. Shunday e'tiboran Ukraina yoshlarining o'zlari erishmoqchi bo'lgan erkinlik va demokratiyaga erishishiga hech kim to'sqinlik qilmadi. Bu qalamqanchilikda Ukrainadagi 100 dan ortiq bank taqilib, pul paxalligi kishini hayron qoldirdigan 36% ga yetdi. Kishi beshiga to'g'ri keladigan GDP Yevropaning orqadan sanaganda 2-chi o'ringa o'chib qoldi. Necha million kishi amalsiz zamindan ayrilib, sirtqa chiqib tirikchilik qilishga majbur bo'ldi. 2019-yil 1-oyning 21-kuni qattiq umidsizlangan Ukraina xalqi umidini bir komediya artistiga bog'lab, Zelenskiyning Ukrainaning 6-navbatlik zo'ngto'ng qilib tikildi. Lekin Ukrainaliklar uning Yahudi salohiyatiga sal qaraganda qiladi. Uning bir qadar mashg'ulotlari eng oxirida Ukrainani halokat girdobiga ilib bordi. 2022-yil Rossiya Ukraina urushi portildi. Urushning g'oyat zo'r chiqimi allaqachon namratlashib ketgan Ukrainani Amerika va G'arbning yordamini qabul qilishga majbur qildi. Lekin bu yordam bekor kelmaydi. Butun urush qarziga bo'layotdi. Urushda etilayotgan har bir pay o'qmi bozor bahosida hisoblanadi. Bu qarzni yengiltish uchun Zelenskiy Ukrainadagi pulga yaraydigan barliq davlat korxonalarini biroqli zalli qilib Amerikadagi BlackRock shirkatiga setib berdi. Buning bilan 50 milliard dollarni qaytargan bo'ladi. Bu yerdagi BlackRock shirkatining kontrol qiluvchisi ko'pchilikka tanishliq Yahudi kapital manfaat guruhidan edi. BlackRock shirkati chiqargan 50 milliard dollarmi Ukraina hukumatiga berilmay, qarziga tutib olinib, bevosita Amerika hukumatining qo'liga tekkan edi. Shundaq bo'lganda Amerika bir qator mashg'ulotlar orqali bir tiyinni qazilmay bekorlik Ukrainaga erishyapti. Hozirgacha Ukrainadagi 1700 dan ortiq korxona yutib olindi. Shuning bilan bir vaqtda 200 milliard dollardan ortiq qarz gadanga ortildi. Amerika erishdig'iniga erishib bo'lishi bilan Ukrainani qo'llash salmoqi ayni chog'dagi Ukrain yoshlarining jinni safargiga yetmay, yoshlarning jinnini topida ismi qatorida ishlatyapti. Angliya Times gazetining statistikasiga asoslanganda Ukrainadagi 15 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar asosiy jihatdan tuggan. Buning ichida 20 yosh atrofidagi erlar urushdan ilgirki 200 mingdan 70 mingga, ayollar urushdan burungi 200 mingdan 50 ming o'chib qolgan. Bu yerdagi ayollarning tövəllash nisbati erlarnikidan ko'p bo'lgan. Ammo bu hargizmi buncha ko'p ayollarning jang maydoniga chiqqanligidan bo'lmay, balki Yevropadagi boshqa davlatlarning Ukraina qizlariga ishikni cho'ng ochganligidan bo'lgan. Nima uchun ularning shunda qarshi oldiganligini demasakmi ko'pchilik obdan bilasizlar. Ukrainaliklar yashash uchun ketaladiganlarning hammasi ketgan. Ketalmaganlarmi har kuni urush o'ti, ocharchilik, o'limni agib yurib yotibdi. Hozir 90% Ukraina xalqi Rossiya parast Yanukovichni yat etadigan. Chunki u chaqda urush bo'lmagan. Jamiyatni intayin muqim tinchgan. Lekin 2004-yil Ukrainadagi nurg'un yoshlar xalqning depiga usul o'ynagandan boshlab bu taqdirni o'zgartib yetishga amalsiz qolgan. Tamoman saqlang'ili bo'ladigan bu urushda Rossiya urush patqiga patdi. Yevropa kapitali zo'r miqdorda chet elga oqdi. Eng chong mag'lubiyatchi Ukrainaning nufusi 10 million ozildi. Butun boylik xalqning qo'liga o'chib ketdi. Amerika yana bir qitim urushdagi eng chong g'olibiyatchi bo'lib qoldi.